Vazirlar Mahkamasining 819-son qarori asosida respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda xo'jalik birlashmalari o'zlarining barcha bo'g'inlarida mehnat muhofaza qilish bo'yicha ishlarni muvofiqlashtirishlar shartligi belgilandi. Ya'ni endilikda vazirliklar, idoralar, hokimiyatlar, aksiyadorlik jamiyatlari, xoldinglar kabi boshqaruv organlari o'zlarining barcha bo'g'inlarida mehnatni muhofaza qilish bo'yicha ishlarni, tashkilotlarda mehnat muhofaza qilish ishlari va xizmatini tashkil etish tartibi to'g'risidagi nizom talablari asosida tashkil etilishini nazorat qilib borishlari lozim. Mehnatni muhofaza qilish bo'yicha qonunchilikka rioya etilishi, shuningdek mehnat muhofaza qilishni boshqarish tizimi rejali tarzda amalga oshiriladi. Barcha boshqaruv organlari o'zlarining quyi tizim tashkilotlari tomonidan mehnat muhofaza qilish bo'yicha ishlarni rejalar, chora-tadbirlar va hisobotlar ko'rinishida nazorat qilib boradilar. Boshqaruv organlari markaziy apparat va barcha quyi bo'g'in tashkilotlarida xodimlar o'rtasida mehnat muhofaza qilish bo'yicha funksiyalar, vazifalar va majburiyatlarni aniq taqsimlab berishlari shart. Bu kabi xodimlar o'rtasidagi mas'uliyatning aniq taqsimlanishi mehnat muhofaza qilish bo'yicha ishlarni yanada samarali tashkil etishga, mehnat muhofaza qilish sohasida xavflarni oldini olishga, shuningdek mehnat xavfsizligi madaniyatini shakllantirishga, pirovardida xodimlarning hayoti va sog'lig'ini hozirgidan ko'ra ko'proq himoya qilinishiga xizmat qiladi.